406 masala. Uzunligi turcha bo'lgan ikkita DNK molekulasi bo'lib, birinchi DNKda 1350 ta vodorod bog' bor, ikkinchi DNKda 600 ta vodorod bog' bor ekan. Keyin quyidagilarni yozib chiqqanmiz. Birinchi DNKda sitozin 2, ikkinchi DNKda guanin 1 dan 3 marta katta ekan. Ikkinchi DNKdagi timin B, ikkinchi DNKdagi birinchi zanjirdagi timin, birinchi DNKdagi ikkinchi zanjirdagi guaninga teng ekan. Uchinchisi, birinchi DNK, birinchi zanjirdagi adeninlar soni, ikkinchi DNKdagi ikkinchi zanjirdagi guanin sonidan 2 marta katta ekan. Birinchi DNKdagi adenin, ikkinchi zanjirdagi adenin, ikkinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi guaninlar sonidan 3 marta katta ekan. Birinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi guanin, ikkinchi DNKning birinchi zanjirdagi adenindan 2 marta katta ekan. Demak, bular yozib chiqdi. Bu masala shartda berib ketilgan ekan. Endi shular asosida masalani ishlaymiz. Mana 7 ta ekan, men raqamlab qo'ydim. Birinchisi qo'yadiganimiz. Birinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi guanin soni ikkinchi DNKning birinchi zanjir adenindan 2 marta katta ekan. Shuning uchun ikkinchi DNKning birinchi zanjirdagi adeninni x deb oldim. X ni 2 ga ko'paytirsam 2x bo'ladi. Demak, birinchi DNKning guanin ikkinchi zanjirdagi guaninsi 2x bo'lar ekan. Buni yozib oldik. 2x bo'lsa, sitozin ham 2x. Adenin x bo'lsa, timin ham x bo'ladi. Ikkinchi, birinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi guanin hozir 2x dedik-ku, o'shalar soniga ikkinchi DNKning timin, ya'ni birinchi timin teng deyapti. Mana birinchi zanjirda timinlar soni 2x bunga teng degan. 2x bo'lsa, bu ham 2x bo'ladi. Uchinchisi, ikkinchi DNKning birinchi zanjirdagi adeninlar soni birinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi sitozinlarga nisbati 3 ga 1 ekan. Demak, adenin birimiz x bo'lsa, bu 3 marta katta ekan. X ni 3 ga ko'paytirsak 3x bo'ladi. Sitozin 3x bo'lsa, guanin ham 3x bo'ladi. To'rtinchisi, birinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi adenin birinchi DNKning birinchi zanjirdagi guaninlardan 1-2 marta katta ekan, 1,2 marta. Demak, birinchi zanjirdagi guanin 3x bo'lsa, bu 1,2 marta katta ekan. 3 ni 1,2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 3,6 bo'ladi. Birinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi adenin 3,6 bo'lsa, timin ham 3,6x bo'ladi. Beshinchisi, birinchi zanjirning birinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi adenin ikkinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi guanindan deyapti 3 marta katta ekan. Bu 3,6 bo'ladigan bo'lsa, 3 ta bo'ladigan bo'lsak, bu 1,2 bo'ladi. Demak, guanin ikkimiz 1,2 ekan. Bu ham 1,2 bo'ladi. 6-chi qiladigan ishimiz, birinchi DNKning birinchi zanjirdagi adenin ikkinchi DNKning ikkinchi guanindan 2 marta katta ekan. Bu 1,2 bo'ladigan bo'lsa, 2 ga ko'paytirsak bu chiqadi. 2,4 bo'lar ekan. Oxirgisi, ikkinchi DNKning ikkinchi zanjirdagi guanin ikkisi ikkinchi DNKning birinchi zanjirdagi guanin 1 dan 1,5 marta katta ekan. Endi bu 1,2 edi. 1,5 da bo'ladigan bo'lsak, 0,8 bo'ladi. Bu 0,8x bo'lsa, bu ham 0,8x bo'ladi. Endi masalani ishlaymiz. Xlar soni adenin va timin 6x bo'ladi, guanin va sitozin 5x bo'ladi. Timin bilan adenin 3x, guanin va sitozin esa 2x bo'ladi. Birinchi DNK haqida gap ketyapti. 6 edi, timin bilan adenin o'rtasida 2 ta vodorod bog' bor edi. 2 ga ko'paytirdim 12x bo'ldi. Yig'inda 5 edi. Guanin sitozin o'rtasida 3 ta vodorod bog' bo'lgancha 3 ga ko'paytirdim 15 bo'lyapti. Yig'inda 27x bo'lyapti.
27x bo'lganda masala shartda birinchi DNKda 1350 ta vodorod bog' bo'lsa, 12x bo'lganda 600 ta vodorod bog' bor. 15x bo'lganda 750 ta vodorod bog' bor ekan. Adenin timin o'rtasida ikkita vodorod bog' bo'lgani uchun 2 ga bo'lsam 300. Adenin timin 300 bo'lsa, bu adenin timin ham 300 bo'ladi. 15 750 bo'ladigan bo'lsa, 3 ga bo'lsak 3 ta vodorod bog' bor. 250 bo'ladi. Guanin sitozin 250 bo'lsa, bu guanin sitozin ham 250 bo'ladi. Ikkinchi DNKmizda 3x edi. 3 ni 2 ga ko'paytirsam 2 ta vodorod bog' bor, 6x bo'ladi. Bu 2x edi, 3 ta vodorod bog' bor, 6x ekan. Qo'shsak 12x bo'lganda masala shartda 600 ta vodorod bog' bo'lsa, 6x da 300, 6x da 300, mana 6x da. Demak, adenin timin o'rtasida ikkita vodorod bog' bo'lgani uchun 2 ga bo'lsak 150, timin adenin 150 bo'lsa, adenin timin ham 150 bo'ladi. 300 3 ga bo'lsak 100 bo'ladi. Sitozin guanin 100 bo'lsa, guanin sitozin ham 100 bo'ladi. Masala sharti aytyapti, ikkinchi DNKning birinchi zanjirdagi purin asoslari. Ikkinchi DNKning birinchi zanjirdagi purin asosiga adenin bilan guanin kiradi. O'zi 150 bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi mana x ga 2x qo'shsak 3x bo'ladi. 150 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 50 bo'ladi. X'imiz 50, 2x'imiz esa 100 bo'ladi. Adeninimiz 50 ekan. Guanin va sitozin 100 bo'layapti. 0,2 ga 0,8 ga 1,2 qo'shsa 2 bo'ladi. 0 keyin 0,8 ni 100 ga ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak 40 bo'ladi. 40 ta sitozin bo'lsa, guanin bo'lsa, 100 dan 40 ta ayiradigan bo'lsak 60 ta bo'ladi. 50 ga 40 ta qo'shadigan bo'lsak 90 ekan. Demak, 406 ga 90. 407 ga birinchi DNKning adenin timin nukleotidi orasidagi vodorod bog'. Birinchi DNKmiz adenin timinimiz 300 edi. Ikkita vodorod bog' bo'lsa 2 ga ko'paytirsak 600 bo'ladi. 407 ga B javob bo'ladi. 408 birinchi va ikkinchi DNKdagi jami guaninlar soni. Birinchi DNKmizda 300 mana 250 edi. 250 bo'lsa 3x ga 2 qilsak 5 bo'ladi. B 250 ni 5 ga bo'lsak 50 bo'ladi. 50 bo'lsa 50 ni 3 ga ko'paytirsak 150, 50 ni 2 ga ko'paytirsak 100 bo'ladi. Demak, sitozin 150 bo'lsa bu tomonda guanin bor-ku. 150 bunda 100. Buni sizlar boya topgandek 40 ta guanin, bu 60 ta sitozin bo'lsa 60 ta guanin bo'ladi. Yig'inda 350 bo'ladi. Javob C variant bo'ladi.